Ana Karim balonimiz do'stlar, yuqorimarimizga vodiy ko'pkari qiroli Karim balvon bir gilam bir sarga solim berasiz. Bahromjon hojakamizning Everest momoqlari bilan yuqorimarimizga Karim balon omon bo'lsin. Qo'qon, Farg'ona Qo'qonning otlari bilan omon bo'lsin. Istiqlol fan klubi otxonasi Baxtiyorjon hojakamizning o'g'illari Bahromjon hojakamizning Everest momoqlari bilan ana ot yiqilgan bo'lsa metriylar yigitlar. Ot yiqilgan bo'lsa metriylar. Hareketliler balonlar köpkerimizning 9-marra so'limlari. Yuqoriga kelib tushgandan keyin uloqimiz almashadi do'stlar. Yuqoriga kelib tushgandan keyin chop metrosi almashtira olamiz. Gilam bir qo'chqor bilan borasiz, kirish mashinasi bilan qaytasiz. Hurmatli aziz ko'pkari muxlislari, tomoshabinlar, otvozi polvonlar, bir akamiz ancha yillardan buyon mana shu tepa Naymancha qishlog'ida yashovchi akamiz ancha yillardan buyon Husanbay akamiz jigar siyrozi kasalligi bilan kurashib kelayotgan ekan do'stlar. Mana shu yerda ehson qiluvchilar bo'lsa, mana vakillari kelgan qutilari bor. Ehsonni qilasizlar. Karta raqamlari ham bor, kelinglar do'stlar. Mana shu bemor akamizning xattiga bir duo qilib qo'yaylik. Qaniylar amin. Mana shu akamizga Allohim o'zi dard berib, shifosini ham o'zi bersin. Sog' salomat o'ynab kulib 2 nafar farzandlari bor ekan. Mana shu jajjal farzandlarini vaqtiga sog' salomat o'ynab kulib, eson-omon eri xalq safiga qaytsin. Farzandlariga to'ylar qilsin, to'ylariga bosh-bosh bo'lib bersin. Allohim umrlarini uzoq qilsin. Amin. Allohu akbar. Sog' salomat bo'lib sog'ayib ketsin. Qara ko'tarildi pastki marramizga qarab. Ana bir gilam bir qo'chqor bilan borasiz, kirish mashinasi bilan qaytasiz. Ko'tarildi pastki marramizga qarab. Ana mahkam bo'ling polvon. Ana